O'rtoqlar, bu Malibuga avtograssondan chiqarilgan yangi pakaleniya qora oyna qo'yib berganmiz. Oynani ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Tashqari tomonda zerkanli effektlari bor. Ichkarida odam o'tirgan deyarli ko'rinmaydi va tonirovka tortilganga o'xshaydi. Bu oynamiz hech qanaqa narish oynaga asos bo'lmaydi. Ichkari tomondan любой alternativ laboyga qaraganda tiniq bo'ladi. Bunga garantiya beramiz. Go'st standartga to'liq javob beradi. Pechati avtoglas, kaziroga ham bo'ladi. Bu mashinamizning yon tomonlariga avtoglas Ayrex tonirovkadan tortib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, zerkanli effekt juda ham chiroyli chiqqan. Orqaga 100, oldiga 70, ichkaridan ham ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, 70% tonirovkamizdan orqada 100. Ayrex bo'lgan hisobiga metallizirni bo'ladi. Yildan yilga ocharib ketmaydi. Sonslashning effekti ham juda ham chiroyli bo'ladi. Bu laboyimiz любой boshqa laboy bilan solishtirganda juda ham tiniq bo'ladi. Sizlarga ham mashinalarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatga tayyormiz.